Yettinchi qism. Hayotni achchiq haqiqatlari. Hayot faqat ilhom, orzu va imkoniyatlardan iborat emas. Unda achchiq haqiqatlar ham bor. Bu haqiqatlarni inkor qilgan inson hayotdan xafa bo'ladi. Ularni qabul qilgan inson esa bu hayotni xotirjam yashab o'tadi. Achchiq haqiqat og'riqli bo'lishi mumkin, lekin u uyg'otadi, o'stiradi va chiniqtiradi. 63-bob. Hech narsa abadiy emas qonuni. Hech narsa abadiy emas qonuni shuni anglatadiki, hayotdagi barcha holatlar vaqtinchalikdir. Quvonch ham, qayg'u ham, muvaffaqiyat ham, qiyinchiliklar ham o'tadi, ketadi. O'zgarish hayotni yagona doimiy qonunidir. Shu haqiqatni anglagan inson vaziyatga boshqacha qaray boshlaydi. O'zgarish tabiiy jarayon. Tabiatni o'zi o'zgarishdan. Kun bilan tun almashinuvi, fasllar almashinuvi, yosh o'tishi, hech bir holat bir xil bo'lib qolmaydi. Hayot doimiy harakatda. Qiyinchilik vaqtinchalik. Inson og'ir davrda bu hech qachon tugamaydi deb o'ylashi mumkin, ammo har bir sinovni muddati bor, belgilangan vaqt soati bor. Aniq bir kun kelib bu narsalar ham o'tib ketadi. Eng qiyin kecha ham tong bilan tugaydi. Faqat qiyinchilik emas, muvaffaqiyat ham o'tib ketadi. Shuning uchun kibrga berilmaslik kerak. Bog'lanish va og'riq. Inson ko'pincha o'tkinchi narsalarga haddan ortiq bog'lanib qoladi. Holat o'zgarganda esa og'riq paydo bo'ladi. Vaqtinchalik qabul qilish ichki yengillikni beradi. Ichingizda bu narsalar ham o'tib ketadi degan fikr bo'ladigan bo'lsa, sizga kelgan sinov ham, omad ham, baxt ham sizni unchalikda kibrga berilib ketmasligingizga yordam beradi. Qabul qilish va tinchlik. O'zgarishni inkor qilish qarshilik tug'diradi. Qarshilik esa og'irlikni kuchaytiradi. Qabul qilish esa tinchlik olib keladi. O'tkinchi ekanligini bilgan inson vaziyatga haddan ortiq yopishib olmaydi. O'zgarish imkoniyat. Har tugash yangi boshlanishni oldidir. Ish tugaydi, yangi yo'l ochiladi. Bosqich tugaydi, yangi daraja boshlanadi. Tugash yo'qotish emas, o'tishdir. Hozirgi lahzani qadri. Hech narsa abadiy emasligini anglagan inson hozirgi lahzani qadrlaydi va hozirgi lahzada yashashni boshlaydi. U vaqtni bekorga sarflamaydi. U yaqinlarini qadrlaydi, chunki u biladi, har lahza takrorlanmaydi. Hech narsa abadiy emas qonuni bizga shuni o'rgatadi. O'zgarish hayotni tabiiy oqimidir. Qiyinchilik ham, quvonch ham o'tib ketadi. Tugash yangi boshlanishdir. Ongli inson vaqtinchalik holatga yopishib olmaydi. U oqimni qabul qiladi va har bir bosqichni minnatdorlik bilan yashaydi, chunki u biladi, hayot doimiy o'zgarishdan turadi. 64-bob. Hamma narsa o'tkinchi hayot qonuni. Hamma narsa o'tkinchi qonuni shuni anglatadiki, hayotdagi barcha holatlar, tuyg'ular, boyliklar, sinovlar va bosqichlar vaqtinchalikdir. Hech bir vaziyat abadiy emas. O'tkinchilik hayotni tabiiy ritmidir. Bu haqiqatni anglagan inson ortiqcha qo'rquvdan ham, ortiqcha kibrdan ham ozod bo'ladi. O'tkinchilik mohiyati. Har bir hodisa vaqt doirasida mavjud. Quvonch keladi,
va o'tadi. Qayg'u keladi va o'tadi. Muvaffaqiyat keladi va o'tadi. Qiyinchilik keladi va u ham o'tadi. Bu hayot qonunidir. O'tkinchilik hayotni muvozanat mexanizmi. Qiyin davr abadiy emas. Og'ir davr inson ko'pincha bu hech qachon tugamaydi deb o'ylaydi, ammo har qanday tun ortidan tong keladi. Sinov abadiy emas, u o'tadi va saboq qoldiradi. Bu anglash sabr kuchaytiradi. Quvonch ham o'tkinchi, faqat og'irlik emas, yengillik ham vaqtinchalikdir. Shuning uchun quvonch paytida haddan oshmaslik, minnatdor bo'lish muhimdir. Bugungi muvaffaqiyat ertangi mehnatni talab qiladi. Bog'lanish va azob. Inson o'tkinchi narsalarga qattiq yopishib olgan paytda og'riq paydo bo'ladi. Maqom, boylik, mavqe yoki munosabat abadiy deb o'ylasa, o'zgarish paytida ruhiy zarba oladi. O'tkinchilikni anglash bu insonga yengillik beradi. Lahzaning qadri. Hamma narsa o'tkinchi ekanligini bilgan inson hozirgi lahzaga qaytadi. U vaqtni behuda sarflamaydi. U yaqinlari bilan vaqtni maroqli va quvonchda o'tkazadi. U har bir kunni, har bir soat va har bir minutlarni qadrlaydi, chunki u biladi, bu lahzalar uni hayotida boshqa qaytib kelmasligini. Hamma narsa o'tkinchidir. Hayot qonuni bizga shuni o'rgatadi. Hech bir holat abadiy emas. Har bir bosqich vaqtinchalik, o'zgarish tabiiy jarayon. Har bir holat sen bilan sodir bo'ladi, ma'lum vaqtdan keyin o'tib ketadi. U sen bilan abadiy qolmaydi. U lahzani qadrlaydi, saboqni oladi va oqim bilan uyg'un yashaydi. Chunki ongli inson biladi, hayot o'tadi, ammo anglash va o'sish qoladi. 65-bob. Navbat qonuni. Hayotda har bir voqea o'z vaqti va navbati bilan keladi. Navbat qonuni shuni anglatadiki, hayotda har bir voqea, hodisa va natija o'z vaqti, o'z soati va o'z navbati bilan inson hayotida paydo bo'ladi. Hech narsa erta ham, kech ham kelmaydi. U tayyorgarlik va pishish darajasiga qarab namoyon bo'ladi. Shoshilish tartibni buzadi, sabr esa jarayonni yetiltiradi. Vaqt va pishish tabiatni o'zi navbat bilan ishlaydi. Urug' ekiladi, keyin unadi, gul ochiladi, keyin meva beradi. Hech bir jarayon o'z bosqichini o'tkazib yubormaydi. Hayot ham xuddi shu tartibda ishlaydi. Erta kelgan natija xavflidir. Ba'zan inson hali tayyor bo'lmagan natijani xohlaydi. Erta kelgan muvaffaqiyat mas'uliyatsiz qo'lga uzoq turmaydi. Erta kelgan boylik ong darajasi yetarli bo'lmasa saqlanib qolmaydi. Navbatni kutish yetilish jarayonidir. Kechikkan emas, pishgan. Ko'pincha inson kechikdim deb o'ylaydi, aslida esa jarayon hali pishmagan bo'ladi. Hayotda har bir voqea insonni ichki tayyorgarligi va ongini darajasiga mos bo'lib keladi. Navbat va sabr. Navbat qonuni sabrni talab qiladi. Sabr hech narsa qilmaslik emas. Sabr harakatni davom ettirib, natijani majburlamaslikdir. Jarayonni hurmat qilgan inson xotirjam bo'ladi. Qiyinchilik va yengillik navbati. Hayotda faqat yengillik yoki faqat qiyinchilik bo'lmaydi. Sinovni ham navbati bor, rohatni ham navbati bor. Bu muvozanatni anglash ichki barqarorlikni olib keladi. Navbatni buzmaslik, boshqalarni yo'liga hasad qilish yoki o'zini taqqoslash ichki
notinchlikni va ichki baxillikni tug'diradi. Har bir insonni vaqti boshqacha, har bir insonni yo'li alohida. Navbat hurmat qilish tinchlik beradi. Tayyorgarlik va imkon. Inson o'z ustida ishlasa, navbati kelganida imkoniyatni ushlab oladi. Tayyor bo'lmasa, inson imkoniyatni ko'rmaydi va o'z qo'llari orqali ushlab qololmaydi. Navbat kelganda hushyor bo'lish muhimdir. Navbat qonuni bizga shuni o'rgatadi. Har bir voqea o'z vaqtida keladi. Shoshilish zo'riqish keltiradi. Sabr jarayonni yetiltiradi. Ongli inson o'z yo'lini hurmat qiladi. U harakatni davom ettiradi, lekin natijani majburlamaydi. Chunki u biladi, hayotdagi har bir eshik o'z vaqti kelganda ochiladi. 67-bob. Kattadan mayda muhim qonuni. Kattadan mayda muhim qonuni shuni anglatadi. Katta natijalar ko'pincha mayda ko'zga ko'rinmas, lekin muhim tafsilotlarga bog'liq bo'ladi. Inson ko'pincha yirik maqsad va baland cho'qqini ko'radi, ammo uni ushlab turadigan mayda asoslarni unutadi. Buyuklik mayda narsalardan boshlanadi. Barqarorlik mayda narsalar bilan saqlanadi. Mayda detal, katta tayanch. Har qanday katta tizim mayda unsurlarga tayanadi. Sog'liq mayda kundalik odatlarga bog'liq. Boylik mayda moliyaviy intizomdan boshlanadi. Mustahkam munosabat mayda e'tibor va hurmatdan quriladi. Mayda narsalar yig'ilib katta natijani yaratadi. Muammo katta xatodan emas, mayda beparvolikdan kelib chiqadi. Bir marta kech qolish odatga aylanishi mumkin. Bir kichik yolg'on ishonchni yemirishi mumkin. Mayda narsani inkor qilish katta oqibatlarga olib keladi. Katta maqsad va mayda mas'uliyat. Katta maqsadni xohlash oson, ammo mayda mas'uliyatni bajarish qiyinroq. Har kuni vaqtida turish, rejani bajarish, so'ngra amal qilish. Shu mayda intizom katta natijani ta'minlaydi. Mayda o'zgarish, katta farq. Har kuni kichik yaxshilanish vaqt o'tishi bilan ulkan farq yaratadi. Aksincha, mayda beparvolik ham vaqt o'tishi bilan katta muammolar yaratishi mumkin. Mayda narsani qadrlash. Inson mayda narsani qadrlay boshlasa, katta barakani his qiladi. Bir iliq so'z, bir kichik yordam, bir minnatdorlik ifodasi, shu oddiy amallar katta ruhiy boylik yaratadi. Asos va cho'qqi. Cho'qqi baland bo'lishi mumkin, lekin poydevor mayda g'ishtlardan quriladi. Asos mustahkam bo'lmasa, balandlik uzoq turmaydi. Kattadan mayda muhim qonuni bizga shuni o'rgatadi. Mayda detal katta natijani asosidir. Mayda intizom katta muvaffaqiyatni kalitidir. Mayda e'tibor katta barqarorlikni yaratadi. Ongli inson mayda narsani mensinmaydi emas. Ular har bir kichik amal kelajakdagi katta natijani urug'i ekanligini anglaydilar. Chunki buyuklik doimo mayda, ammo muhim qadamlardan boshlanadi. 68-bob. Ekkaningni o'rasan qonuni. Ekkaningni o'rasan qonuni shuni anglatadiki, inson bugun nima eksa, ertaga shuni o'radi. Har bir fikr, so'z, harakat kelajakda o'z mevasini beradi. Hayotda tasodifiy voqealar sodir bo'lmaydi. U sabab va natija asosida ishlaydi. Urug' qanday bo'lsa, hosil ham shunday bo'ladi. Urug' va hosil mohiyati. Har bir amal urug', har bir natija hosildir. Mehr eksang, mehr olasan. Halollik eksang, ishonch olasan. Beparvolik eksang, muammo olasan.
Hayot adolatli tizimdir. Fikr ham urug', faqat amal emas. Fikr ham urug' hisoblanadi. Doimiy ravishda o'ylangan fikr e'tiqodga aylanadi. E'tiqod esa harakatni boshqaradi. Harakat esa natijani yaratadi. Shuning uchun ongli tozalash muhimdir. So'zni ta'siri. So'z ham ekin kabidir. Yaxshi so'z ruhni ko'taradi. Og'ir so'z qalbda og'ir yarali izlar qoldiradi. So'zlar ham bir kun qaytadi. Har urug' darhol meva bermaydi. Ba'zan inson yaxshilik qiladi, natija tez ko'rinavermaydi, ammo vaqt kelib hosil paydo bo'ladi. Sabr hosil etilishining kalitidir. Salbiy urug' oqibati g'azab, hasad, yolg'on va xiyonat ham tug'diradi. Ular vaqt o'tib ishonchsizlik, yolg'izlik yoki muammo shaklida qaytishi mumkin. Salbiy ekin salbiy hosil beradi. Ongli ekin. Ongli inson nimani ekayotganini biladi. U fikrini, so'zini va harakatini nazorat qiladi, chunki u biladi, bugungi tanlov ertangi natijadir. Avlod va ekin. Ekkaningni o'rasan qonuni avlodlar davomida ham ishlaydi. Bugungi qadriyat va tarbiya kelajak avlod hayotida hosil meva bo'lib keladi. Ekkaningni o'rasan qonuni bizga shuni o'rgatadi. Har bir amal urug'dir, har bir natija hosildir. Sabab hosilni yetiltiradi. Ongli inson tasodifni kutmaydi. U ongli ravishda yaxshilik, mehnat va halollik urug'larini ekadi. Chunki u biladi, hayot har doim ekilgan narsani o'z oldinga olib kelib beradi. 69-bob. Sen o'zgarsang taqdiring o'zgaradi. Hayot qonuni. Sen o'zgarsang taqdiring ham o'zgaradi qonuni shuni anglatadiki, insonni tashqi hayoti uni ichki holatining aksidir. Agar inson fikrini, qarashini, odatini va qarorini o'zgartirsa, vaqt o'tishi bilan uning hayoti ham o'zgaradi. Taqdir tashqi kuch emas, u ichki modelning natijasidir. Ichki o'zgarish, tashqi natija. Har qanday natija ichki sababdan boshlanadi. Fikr o'zgaradi, qaror o'zgaradi, harakat o'zgaradi, natija o'zgaradi. Shu sababli tashqi sharoitni ayblash oson, lekin ichki o'zgarish kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Qarash burchagi. Har bir vaziyat ikki xil inson hayotida bir xil natija bermasligi mumkin. Farq vaziyatda emas, qarashda. Kimdir muammoni to'siq deb ko'radi, kimdir uni saboq va imkoniyat deb ko'radi. Qarash o'zgarsa, yo'l ham o'zgaradi. Odat va taqdir. Takrorlangan odat harakatga aylanadi, harakat esa taqdirni shakllantiradi. Agar inson har kuni kichik yaxshilanishlarni tanlasa, kelajak boshqacha bo'ladi. Odat o'zgarsa, yo'nalish va taqdir o'zgaradi. Mas'uliyatni qabul qilish. Taqdirni o'zgartirish birinchi navbatda mas'uliyatni qabul qilishdan boshlanadi. Hayot shunday deyish oson, men nimani o'zgartira olaman deyish esa ongli yashashni belgisidir. Mas'uliyat o'zgarishlarni boshlanishidir. Ichki tasdiqlar. Ko'pincha inson tashqi sharoitdan emas, ichki qo'rquv va e'tiqodlardan o'z ketayotgan yo'lidan to'xtab qoladi. Men qila olmayman degan fikr eng katta to'siqdir. E'tiqod o'zgarsa, imkoniyat va boriladigan yo'l ham o'zgaradi. O'zgarish jarayoni. O'zgarish birdaniga bo'lmaydi. U kichik, lekin izchil qadamlar orqali shakllanadi. Har kuni ozgina yaxshilanish
katta burilishga olib keladi. Yangi yo'l. Inson o'zini o'zgartirsa, u yangi muhit, yangi odamlar va yangi imkoniyatlarni torta boshlaydi. Ichki daraja oshsa, tashqi hayot ham kengayadi. Sen o'zgarsang, taqdiring ham o'zgaradi. Qonuni bizga shuni o'rgatadi. Taqdir ichki modelni aksidir. Odat yo'nalishni belgilaydi. Mas'uliyat o'zgarishni kaliti. Ongli inson tashqi dunyoni o'zgartirishdan oldin o'zini o'zgartiradi, chunki u biladi, ichki burilish hayotni buyuk yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. 70-bob. Sening baxtingning kaliti bu sen o'zing. Sening baxtingning kaliti bu sen o'zing. Qonuni shuni anglatadiki, insonni baxti tashqi sharoitga emas, uni ichki holatiga bog'liq. Baxtni odamlar, pul, mavqe yoki vaziyat yaratmaydi. Uni ichkaridan, ichingizdan yaratasiz. Agar inson o'zini tushunsa va qabul qilsa, u baxt manbaisini topgan bo'ladi. Baxt tashqarida emas. Ko'pchilik baxtni tashqaridan izlaydi. Yaxshi ish bo'lsa baxtli bo'laman, pulim ko'p bo'lsa baxtli bo'laman, kimdir meni sevsa baxtli bo'laman, ammo tashqi omillar o'zgaruvchandir. Ularga bog'liq baxt ham vaqtinchalik bo'ladi. Ichki holat, haqiqiy manba baxt bu ichki qoniqish, tinchlik va minnatdorlik holati. Agar inson o'zini qadrlasa, o'z yo'lini tan olsa va o'z qadriyatiga sodiq yashasa, u ichki barqarorlikka erishadi. Ichki barqarorlik baxtning asosidir. O'zini qabul qilish baxtning kaliti. O'zini qabul qilishdan boshlanadi. Kamchilik va kuchli tomonini tan olish, o'zini boshqalar bilan solishtirmaslik, o'z yo'lini hurmat qilish ichki yengillik beradi. O'zini inkor qilgan inson baxtni topa olmaydi. Tanlov va baxt. Har kuni insonda tanlov bo'ladi. Shikoyat qilish yoki bu hayotdan minnatdor bo'lish, ranjish yoki kechirish, qo'rquv yoki jasorat. Tanlov baxt darajasini belgilaydi. Mas'uliyatni olish. Baxt uchun boshqalarni ayblash oson. U sababchi baxtsizligimga deyish oson, ammo ongli inson shunday deydi: men o'z hayotim uchun javobgarman. Mas'uliyat baxt eshigini ochadi. O'z ustida ishlash. O'zini rivojlantirgan inson ichki qoniqishga erishadi. Ruhiy o'sish, bilim, sog'lom odat va halollik baxtni mustahkamlaydi. Minnatdorlik kuchi. Baxt ko'pincha mavjud narsani qadrlashdan boshlanadi. Minnatdorlik ichki boylikni ochadi. Ichki boylik esa tashqi hayotni yengillashtiradi. Seni baxtingning kaliti bu sen o'zing. Qonuni bizga shuni o'rgatadi. Baxt tashqarida emas. Bu ichki holat. Baxt ongli tanlov. Ongli inson baxtni kutmaydi. U uni yaratadi. Chunki u biladi, baxtning eshigi ichkaridan ochiladi. Hayot qonunlari kitobiga yakuniy so'z. Hayot tasodiflar yig'indisi emas, u qonuniyatlar asosida ishlaydi. Kim bu qonunlarni anglaydi va ularga mos yashaydi, uni hayoti ongli ravishda ketadi. Kim ularni inkor qiladi, u oqimga qarshi suzgan bo'ladi. Ushbu kitobda bayon qilingan hayot qonunlari insonni ichki va tashqi olamini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Sabab va natija, harakat va intizom, pul va ong, meros va miya, sinov va imkoniyat, bularni barchasi yagona tizimni bo'laklaridir. Hayot bizga qarshi emas, hayot biz bilan ishlaydi. Biz nimani eksak, shuni o'ramiz. Biz qanday fikrlasak,
shunday natija ko'ramiz. Biz qanday xizmat qilsak, shunday baraka olamiz. Bu kitobni asosiy g'oyasi oddiy, ammo chuqur. Ichki o'zgarish tashqi natijani yaratadi. Tartib va intizom barqarorlikni ta'minlaydi. Xizmat va qiymat boylikni olib keladi. Ong kengaysa, imkoniyat kengayadi. Hayot qonunlarini bilishni o'zi yetarli emas, ularga mos yashash zarurdir. Chunki bilim kuch emas, amalda qo'llanilgan bilim kuchdir. Siz bu sahifalarni yopganingizda asl sayohat endi boshlangan bo'ladi. Har bir bob hayotingizda qo'llaniladigan amaliy tamoyillarga aylanishi kerak. Unutmang, siz qurbon emassiz, siz yaratuvchisiz. Sizning qadringizni sizning ong va harakatingiz bilan shakllantirasiz. Hayot qonunlari o'zgarmaydi, ammo siz o'zgarsangiz hayotingizni darajasi o'zgaradi. Shuni anglash bilan yashagan inson bu hayotda omadlidir. Ongli mas'uliyat va ma'noli hayot sari dadil qadam qo'ying. Sizlarga baxt, saodat, omad tilayman. Yozuvchidan yakuniy so'z. Aziz o'quvchim, bu kitobni yozish jarayonida men bir narsani chuqur angladim. Hayot murakkab emas. Biz uni tushunmaganligimizdan murakkab tuyuladi. Hayot qonunlaridan turadi. Ular bizdan yashirin emas, faqat ularni anglash va qabul qilish jasorat talab qiladi. Men bu sahifalarni yozar ekanman sizga tayyor javob berish uchun emas, balki uyg'onish kalitini berish maqsad qildim. Chunki har bir insonni yo'li o'ziga xos va o'ziga mosdir. Qonunlar umumiy, ammo ularni qo'llash shaxsiy tanlovdir. Hurmat va Yunus Mahambetovna.